Lekin etmayman desam. Xudo xolisa bo'ladi sizlarda ham. Sen aloqagan. Kanalizni nomi ham. Ha, o'shanga uchun ko'p narsani kanalimga etmayman. $1 topish bo'lyapti. Shu darajada bo'lyapti, plus minus. Zo'r yurg'izmasak ham, ozgina yurg'izib turganimizda ham baribir odamlar ko'ryapti. Odamlar erinmay kelar ekan ko'rishga. Даже yemxonaga kirib ko'rsatadigan anaqamiz bor ekan. Men anaqasi yo'q buni, necha pul topishimni, nima qilayotganimni. Endi biz kelishdik-ku, hammasini rost o'ylab, ochiq oydin bu safar gapirib, o'sha Baxtiyor Ixtiyorov bo'lmaylar deymiz, xom hayo bu nima necha pul? No, necha puldan necha pulgacha ola olasizlar deb gapira olamiz. Bu juda hammani qiziqtiradigan dolzarb masala menimcha. Shu joy zo'r dedi. Lekin etmayman desam. Yo'q, sotmadim go'sht deganda, juda ham katta qiyinchilikka duch kelganmiz. 1,5 tonna go'sht sotaman. Chuchvarani ham sanamiz. Olib kelaman, 10 ta tashab qo'yaman, o'zidan o'zi anta ko'payib yotadi degan xom xayolga bormaylar. Baxtiyor Ixtiyorovman-da hozir. Hamma nima kirgan bo'lsa, satindan boshqasini hammasini boqdim. Shu pul qo'shilgan. Alohida yondashamiz. Ko'p kelishadi. Men shuncha tashab qo'ysam bo'ladimi? Mamni qilib qo'ysam bo'ladimi deb kelishadi. Bir kunda bir 10 ta, 15 ta klientimiz keladi. Biz o'zimizga yetarli. Tutab jahilimiz chiqib ketadi, bari qo'y. Ichki xotirjamlik bo'ldi. Bizda ob'yom bo'lgani uchun 100 tani hisoblaganmiz. Qiz oydan keyin daromadga chiqasiz. Siz hozir 100 ta ona quyon haqida gapirasiz, to'g'rimi? Ha. Voy, Flander boqqanman. Qani, qilib ko'ring-chi. Ana Flanderga qo'shib ko'rsam nima qarkan? Nimaga unaqa qildingiz? O'sha qilib bo'ladi, ishchi keyin aytadi. Va qanaqa rang chiqishini bilmoqchi edim-da degan. Shogird chiqarganmiz shu payt. Chunki bitta quyonni anaqasiga, nima edi, o'rniga yana 5 tasi anita yetilib turadi menda. 3-marta tug'dirgandan keyin u daromadga chiqishni boshlaydi. Har kuni shildir sho'ro yegandan keyin ishlaydimi? Shu paytgacha 4 ta doktorant chiqardim. O'sha yerdan ham kelib, biologiya fakultetidan praktikani o'tib ketishyapti bolalar, qizlar. Bu yerda biz gapiramiz, ular emas. Chunki bu yer boshqa. Eng zo'r narsa quyonni jigari bo'ladi. Sizlarga obunachilarim qoldirdim bu anaqa vazifani. U yog'iga kuchim yetmadi. Assalomu alaykum, aziz quyon ishqibozlari. Sizlar bilan Ali Quyonchi va biz mehmonda suv fermasi asoschisi Sunnat aka bilan o'sha mashhur darvoza Leyla opani fermalariga mehmonga kelganmiz. Hozir xudo xolasa niyatimiz yaxshi, manfaatli kontent qilish. Hozir kelishimizdagina Leyla opa nimani kamerani olib, nima uchun xo'p deganlarini aytib qo'ydilar. Buni ham qo'shib o'tamiz nasib bo'lsa. Boshladik. Menga rubrikalari yoqdi. Faqat to'g'ri gap. O'shanga o'tidi, o'lim ham bor bo'lsa, boshqasi bor bo'lsa, hammasini gapirib. To'g'ri tushunganingiz uchun katta rahmat. Borini bor qilib aytadigan odam ekan, o'shanga. Ko'p quyon ishqibozlar ayni kutayotgan tema. Juda ko'p kutyapti. O'shanga Xudo xolasa faqat haqiqatni gapiramiz. Assalomu alaykum, qadrli quyon ishqibozlar, akalarim, salomatmisizlar? Charchaymizlarmi? Va'daga binoan O'zbekiston bo'ylab eng Pro Max deyiladimi? Sifatli italyanskiy xikol yo'nalishda katta ob'yomda boqiladigan xikol fermaga keldik. Kutib qolingizlar, sizlarni qiziqtirgan, sizlar kutgan o't-ido ma'lumot va savollarga apamizdan javob olamiz. Boshladikmi akalarim? Bosamiz. O'zijon yana bir assalomu alaykum. Salomatmisiz? Fermangizga baraka o'ting. Xush kelibsizlar kichkinagina fermamga. Mashalloh, o'ta go'zal. Xudo xolisa bo'ladi sizlarda ham. Men ham qachondir 10 tadan boshlab mana shu darajagacha yetdik-da. Muborak bo'lsin. Mashalloh, ko'rgan ko'z quvonadi. Buncha qilingan mehnat va bundan misol uchun ko'rib turibmiz, samarali natija, imoratlar solinyapti, misol uchun avtomobillar shu quyon ketidan ko'p narsa qilinyapti, Xudoga shukr. Endi aytishadi, 7 xazinadan bittasi Xudo xolisa. O'shanga xazinasi bittasi bo'lgani uchun mashinalar ham, uylar ham, boshqalar ham ko'p narsani kanalimga etmayman. Ko'p narsa qilinyapti Xudo xolisa. Bugun ayni sizlarni qiziqtirgan ma'lumotlarni Oyijon sizga podrobno berib o'tib ketamiz. Bo'lsin, boshladik. Oyijon,
O'zbekistonda adashmasam, quyonchilik 2016-yilda boshlanganmi yo undan oldinmi? 2016-yilda birinchi bo'lib prezident tashabbusi bilan kelgan ikki qo'l quyonimiz 20 ta agrofirma olib kirgan, lekin shu kungacha hammasi ham yurg'iza olmagan. Biz juda ham oson tutdik-da bu narsani. Quyonni boqmaganmiz, lekin tovuqchilikni boqib, tovuqchilikni bemalol yurg'izganimiz uchun quyonchilik ham xuddi shunaqa osongina deb o'yladik, lekin chuchvarani xom sanamiz. O'zgarasha? Juda ham katta qiyinchilikka duch kelganmiz. Endi biz 2016da boshlamaganmiz. Men o'zim 2019da boshlab, Hikoldan boshlamaganman. Boshqa zotdor quyondan, oddiydan boshlab zotdor quyonni boqqanmiz, boshqa qilganmiz, olib kirganmiz. Shu paytgacha o'shanda nima zot kirgan bo'lsa, endi komanda bo'lib o'sha paytda olib kirganmiz. Lekin bora har xil zotni ko'rgandan keyin O'zbekiston to'yib, oxiri baribir go'sht, oxiri bizani oshqozonimiz, qornimiz to'yishi uchun biz go'sht ishlab chiqaramiz deb mana shu to'xtamda keldik. O'zimizni fermamizga mana shu Hikol quyonni ma'qul ko'rdik. Agar sir bo'lmasa, qaysi quyonlarni boqqansiz Hikoldan oldin? Voy, Flander boqqanman. Fransuski baran boqqanman. Rexla boqqanman. Hamma nima kirgan bo'lsa, satindan boshqasini hammasini boqdim. Satin. Faqat satinni boqmadik. Nimagaki satin unaqa zo'r rivojlanib ketmadi-da o'sha paytda. O'shanga boqmadim, lekin undan oldin nima bor zotni boqib ko'rdik. Boqib ko'rib, Burgundni boqdik. Katta ferma bo'lgan Burgund bizada. Endi baribir mana shu yo'nalishda, Hikol yo'nalishida qoldik. Boshdan bosh ozgina noto'g'ri tushuncha berilgan bizga ham quyonchilik bo'yicha. Hikol faqat ferma quyoni, faqat laboratorniy usloviyalarda boqa olasiz degan tushuncha berildi, lekin Hikolni ham mahalliylashtirib, mana shu oddiy tomorqada ham boqsa bo'lar ekan. Biz shu natijaga erishdik shu kunga. Hozirda misol uchun oldingilar misol uchun 2016-yildan oldin O'zbekistonda bor quyonlar jaydari, mesni quyonlarni bilishadi va hozirgacha misol uchun hamma misol uchun quyonchilik biznesi bilan shug'ullanyapman deb qo'ni qo'shnisiga yoki qarindoshlarga aytsa, negativ fikrda bo'ladi. Ana kinoda bor-ku, Baxtiyor Ixtiyorov quyon boqadi, xayolparast boyib ketadi. Hozirda ular ayni misol uchun negativ bo'layotganlar insonlar mana shunaqangi zot yo'nalishida yegan ichganini hisobiga yaxshi go'sht mahsuloti ta'minlab berishni ular bilishmaydi. Va mana shu soha bo'yicha yaxshigina daromad bo'layotganligini aytib o'tsa agar, o'sha komik janr Baxtiyor Ixtiyorovning ajoyib xayolparast kinosini misol keltirishadi. Baxtiyor Ixtiyorovman-da hozir quvlatib yuribman shu yerda. O'zim bitta o'zimman emas, 3 ta ishchim bor. 3 ta ishchini ham orqamda quvlatib yuribmiz. Endi daromadiga kelsak, hammani qiziqtiradigan dolzarb masala menimcha. Shu joy zo'r dedi. Lekin aytmayman. Xo'p. Biza shu paytgacha aytaveraman, anaqasi yo'q buni, nech pul topishimni, nima qilayotganimni. Endi biza kelishdik-ku, hammasini rost o'ylab, ochiq oydin bu safar gapirib, shu paytgacha men gapirmadim. Hech qaysi kanalga gapirilmadi bu narsa. Nima nech pul? Nech puldan nech pulgacha ola olasizlar deb gapira olamiz. Bu juda nima deydi? Parcha bo'lib Hammani qiziqtiradigan narsa-da bu hozir. Xo'p, mana shu darajada katta ferma, ya'ni hozir menda 400 ta matka. Endi faqat quyon qilmaymiz biza. Biza faqat quyon bilan, faqat go'sht bilan shug'ullanmaganimiz uchun ozgina bu yerda so'rovlar ham paydo bo'ladi-da. Bizda ham yemni ham tarqatamiz. Endi juda katta emas, seximiz juda kichkina, baribir o'sha hissi qo'shilganda, o'sha pul qo'shilgan. Masalasiga alohida yondashamiz. Keyin живой, ya'ni naslga ham sotiladi. Katta kolичество. Go'sht ham sotiladi. O'zimga yetmagani, o'zimiz shogirdlarim bor, shogirdlarni chiqarganmiz. Shu paytgacha mana 7-yil, rovna 7 yil bo'ldi, 8-yilga ketyapmiz-da. Endi bu ish bilan shug'ullanayotganimizga. Baribir shogirdlarni
Opa qarang, hozir ko'p murojaat bo'ladi-da. Ko'pchilik o'ylaydi, ikkita quyon olib qo'yaman, qo'shimcha daromad zo'r keladi, qaramasam ham bo'ladi. Endi odamlardan kelayotgan savollar shunday tuyuladi-da. Bu ishni qanday boshlagan ma'qul va qanchalik tez daromadga chiqish mumkin bu bilan? Odamlar aytayotgandek shunchalik osonmi ikkita quyon tashlab qo'yib pul kelaversa? Tushundim. Qaranglar, menga endi baribir YouTube'da taniqli bo'ldik, Instagramda endi zo'r yurg'izmasak ham, ozgina yurg'izib turganimizda ham baribir odamlar ko'ryapti. Podpishka ko'payayotganda baribir telefon bo'ladi. Odamlar erinmay kelar ekan ko'rishga. Haqiqatan shu narsa bormikan? Yo'q, haqiqatan yem o'zligingiz chiqarishyaptimi? Naryoqdan olib kelib boshqa qopga solib o'zligingiz sotishmayapti. Даже yemxonaga olib kirib ko'rsatadigan anaqamiz bor ekan. Ya'ni biz o'sha mijozlarga taqdim qilib berishimiz kerak ekanda hamma narsa. Rostgo'ylik bilan gapirsak, ko'rsatsak, o'shanda odam ishonar ekan. Shunday. Xo'p, ko'p kelishadi. Mana shuncha tashab qo'ysam bo'ladimi? Mana buni qilib qo'ysam bo'ladimi deb kelishadi. Lekin har bitta mijozga men aytaman, baraka topkur, olib kelaman, 10 ta tashab qo'yaman, o'zidan o'zi anta ko'payib yotadi degan xom xayolga bormaylar. O'sha baxtiyor ixtiyorov bo'lmaylar deymiz, xom xayol bu endi to'g'risini gapirsak, o'sha narsani gapirganimizdan keyin biz ham baraka topishimiz kerak o'sha odamdan. Chunki quyon sotish maqsad emas. Maqsad shundoq ham 100 ta, bir kunda bir 10 ta, 15 ta klientimiz keladi. Biz o'zimizga yetarli. Lekin har bitta klientga tushuntirib berish bu juda katta murakkab ish bo'lib ketyapti-da. Ayniqsa yangi boshlovchilarga. Endi telefon u bitta tema, kelayotgan odam u ikkinchi temada. Har bittasiga tushuntiramiz. Erinmay hammasini tushuntirgandan keyin bizga ham juda katta nagruzka tushadi. Bitta gapni qaytarib o'rishamiz. O'shanga bizga mana shu ijtimoiy tarmoq, YouTube'ga, Instagramda qo'yayotgan videomizda har bitta ma'lumotni deb biza tushuntirib bermaslikka harakat qilamiz. Lekin mana shunaqa savollar keladi. Bir xil savolni yaxshi berishni yaxshi ko'radigan odamlar ham bor ekanda. Tutab jahilimiz chiqib ketadi, bari qo'y. Ichki xotirjamlik bo'ldi, unaqa qilmaylik deb. Yomon har xil savol. Odamlarning o'zi har xil, ongi ham har xil, tushunchasi ham har xil. O'shanga har bitta mijozga aytaman, iltimos, ozgina ustini o'rganib kelinglar. Qolgan savolni biz chaynab og'zingizga solib qo'yamiz. Lekin xom xayo bo'lmanglar. Bu biznes oson emas. Biz shuncha qiyinchilikdan o'tib, bizga hech kim tushuntirmagan bu narsani. Biz o'zimiz mana shu 7 yil ichida bitta qadam qilib mana shu 20 sotuvlik joyimda meni quyonlarni qabristoni qilib, ko'mib mashta bu narsadan o'tib biz shu darajagacha yetdik. Menimcha bu chidaganga ham chiqarib qo'yilgan. Juda quyonchilik qiyin narsa. Agar siz unga sharoit qilib bera olmasangiz, kerakli yemni qilib bera olmasangiz, qilmanglar. O'zinglarni ham qiynamanglar, bizlarni ham qiynamanglar. Qiyin. O'zi jonzot bilan ishlash qiyin deb o'ylayman. Bu gapiradigan narsa emas. O'tim oryapti deya olmaydi. O'shanga postoyanno profilaktikaga, postoyanno ularning har bittasini ko'rib chiqish ham ob'yomda katta ishda o'zi emas. Birinchi marta tug'ayotgan quyonlarga yarim kechasigacha qarab chiqish bu. Bizda sunniy-ku. Biza mana shu 2 kun men dijur qilib chiqaman. Baribir bo'ladi. O'sha kuni keladi, chislosi keladi, aylanib yuramiz. Kimdir setkaga tug'ib qo'ymadimi? Kimdir nima tishlab qo'ymadimi? Har xil vaziyatlar bor. Xuddi odamdagi narsa bu. O'shanga sharoitini qilasizlar, o'ziga yarasha yemini taxlab qo'yasizlar. Kerakli narsa qilib qo'yganingizdan keyin u sizga bitta emas, bir 10 barobar addacha beradi bu narsa. Lekin eplaganniki marra vobshe puli zo'r, lekin o'shangacha yetib olish kerak. Hamma narsasiga chidash kerak. Puli zo'r deyotgan joyingizga menga keladigan ko'p savollardan va asab savollardan biri, hozir men 10 ta boqsam, keyin qayerga sotaman deydi-da. U 10 tani boqib undan bola olishni o'rganish uchun ham
Bilmadim, Voh, 100 tani voh. Men aytaman, mana desa kerak. 100 talik 100 ta ferma qilayotgan odamlarim bor-da, mana shogirdlarim. 100 ta olib, nechta, endi 10 tani men hisoblamaganman. Bizda ob'yom bo'lgani uchun 100 tani hisoblaganmiz. Qanchada daromadga chiqaman deydi. 8 oydan keyin daromadga chiqasiz. Siz hozir 100 ta ona quyon haqida gapiryapsiz, to'g'rimi? 100 ta ona quyonni, ya ona quyon emas, 3 oylik oladi, 3 oylik oladi. 3-martada, o'sha 3-marta tug'dirgandan keyin u daromadga chiqishni boshlaydi. O'ylamaydi, tug'dirdim, butun mana shu sotib olgan quyonlarim, qurgan imoratlarim, sotib olgan kletkalarim bittada chiqib ketadi deb. Yo'q, unaqa emas. 3-marta tug'ib, o'shanda ham bizani maslahatlarimizni to'g'ri qabul qilganda, o'shanda daromadga chiqadi. Lekin shunaqa mijozlar bor. Qani qilib ko'ring-chi. Ana Flanderga qo'shib ko'rsam nima qarkan? Yoki boshqa zotga qo'shib ko'rsam nima qarkan? Yoki nimaga unaqa qildingiz? O'sha qilib bo'ladi, ishchi keyin aytadi. Nimaga unaqa qildingiz? Va qanaqa rang chiqishini bilmoqchi edim-da degan. Yo'q, o'sha hamma narsani, o'sha dunyo bo'yicha hamma olimlar biz uchun hammasini chaynab, o'sha chiqarib tayyor qilib. Biz o'sha narsani, informatsiyani, mana biz berayotgan informatsiyani to'g'ri qabul qilib, o'shanga rioya qilib chiqsak bo'ldi. Biz chaynab solib qo'yamiz. Yutib olsanglar bo'ldi, baraka topinglar. Anvar Abduqayim zo'r gap aytadi. Birinchi bo'lish yaxshi emas, ikkinchi bo'lish yaxshi dedi. Bitta biznes g'oya kirdimi, birinchi bo'lsangiz pacheriya ko'p bo'ladi, chuqurlari ko'p bo'ladi. Lekin ikkinchi bo'lsangiz birinchini yo'qotishlarni inobatga olgan holda ikkinchida zo'r foyda qiladi deb qo'yishadi. To'g'ri, biz ham birinchi bo'lmaganmiz Hikolda. O'sha 2016 da olib kirilgan 20 ta agrofirma qilomi patera bo'lib o'shandan bitta dona agrofirmani taniyman, qilishyapti, baribir zo'r ketmayapti. Endi Alloh tomonidan berilgan deb o'ylayapman-da shu narsa. Katta kerak. Qarab turinglar, hamma yoqda minusga ketyapti, lekin shuni riskovat qilib olib boqib ko'raychi. Tem bo'li bitta ishlayapti, u ham yaxshi emas. Men ustozlarim zo'r bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Quyonchilikda ustozim yo'q, lekin quyonchilik sunniy bo'yicha ustozim bor. Xon quyon fermasini egasi Ulug'bek ham. O'shani xon quyon nomi yo'qolib ketmasligi uchun ustozim mana shu yo'qolib ketmasin. Sen ola qolgin. Kanalizni nomi xon quyon. O'shanga uchun bizaniki o'sha xon quyon ham har xil ma'noda tushunsa bo'ladi. Xon quyonni Leyla xonam bo'lishi mumkin. Ya'ni ayol kishi yurg'izyapti. Ham baribir go'sht yo'nalishida shu Hikol xoni bo'ladi deb o'ylayman. Shogirdlar ham chiqarasizmi? Shogird chiqarganmiz shu paytgacha. Hozir juda ko'p shogirdlar bor, lekin eplaganlar bor, eplamaganlar bor. Katta fermada ikkitasi eplayapti Toshkent shaharda. Toshkent oblastida ikkita katta ferma qilganmiz. Zo'r ketishyapti, xudo xolasa zo'r. Oldingi yil 100 tadan boshlashgan, bu yil уже 200 taga chiqarib qo'yishdi. Ikkala ferma ham bir xilda ketyapti. Barakasini bersin, mashalloh. Yangi boshlovchilar nechta quyon bilan boshlagan afzal? Qanday yoshdagi quyonni olgani yaxshi? Bo'g'ozinimi, yoshini yoki endi qaranglar, mana bunaqa bu masala bor. Umuman boqmagan bo'lsa, bo'g'ozni olinglar deyman. Chunki qochirish jarayoni ham juda murakkab jarayon. Birinchisida qochirish qiyin. Shuni bilamiz. Lekin ikkinchisida bo'lsa, o'sha bilmagan odam o'sha bo'g'ozni olgani yaxshi deb o'ylayman. Lekin ozgina quyon boqdim, keyin orada boqmay qo'ydim deganlarga 3 oylik olinglar. Ham aloqaga chiqishadi. Quyonni oladilar. Tamom, bu to'rt tomoni o'ralgan, birgina salgina yorug'lik, salgina bir teshik bor. O'sha yerga quyonni tashlaydi. Как будто quyon uchun bu gostiniца, ujizli mehmona. Bedani ham, po'choqni ham, erkagini hammasi o'sha yerda. Tamom, u kishi quyon biznes yoki fermer. Lekin unaqa emas. Qadrli ma'lumotlarni o'zim sochmani quyon oldik. Boshladik. Uyimizga misol uchun 2+4, ikkita erkak va 4 ta urg'och quyon olib bordik. Qanday yo'nalishda davom etamiz? Boqish jarayoni. O'zi endi men birovdan emas, hatto любой joydan mana quyonni sotib oldinglar odamdan yoki bozordan, chunki ko'pchilik bozordan olishadi. Bozordan sotib olganinglardan keyin profilaktika qilinglar. Nima? 3 kun yoki 5 kun antibiotik urishimiz shart.
Imенно qanaqalar? Antibiotik широкого спектра действия. Ya'ni tilazinlar qilsa bo'ladi, enrofloksatsin qilsa bo'ladi, yokida tilazin deganda doksin 200 mi shunaqasi bor. Xullas, uni ko'p, turlari ko'p, turlari ko'p. Faqat qaysi bir o'zingizlarning aptekangilarda topsanglar, o'shani qilib qo'yish kerak. Ya'ni ukolini oyog'iga, mushagiga qilmaylar. Ko'pchilik qila olmaydi. Ko'pchilik qila olmaydi. Nimaga kerak? Noto'g'ri joyga qilib qo'ysa bo'ldi. Quyon shol bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun sal 0.3 doza emasda, o'zi 0.3 qilinadi ko'pda. Mushagiga sizlar 0.5 qilib terini ostiga, ya'ni teri ostiga qilganda sal sekinroq davom etadi ta'siri. O'shanga 0.5 dan qilib, o'sha 5 kun qilinglar o'zingizlar uchun. Ya'ni aksar ishi bo'lishi mumkin. Har xil o'zidan infeksiya baribir bozorda ko'plarning orasida yurgandan keyin qilib olinglar profilaktika. O'zi umuman men fermamda profilaktika birinchi o'rinda. Har oy profilaktikani men qilaman. Lekin mana bir xilida bir-biri bilan urushib, ya'ni qanaqadir ko'zi og'rib qoldi, ya'ni burni oqib qoldi, men ularni davolab o'tirmayman. Ko'p bo'lgani uchun eng zo'r davosi menda pichoq. Bo'ldi. Pichoqdan zo'ri yo'q. Olasiz. Endi ko'p bo'lgandan keyin biz o'ylanmaymiz-da. Chunki bitta quyonni anaqasiga, nima edi, o'rniga yana 5 tasi anita yetilib turadi menda. Yokida xavostoy bo'ladi, mana qochiryapmiz quyonni. Quyon xavostoy tug'madi. Men ikkinchi shans ham bermayman. Menda ikkinchi shans berishga vaqtim yo'q. To'g'ri, bu qanaqadir nima deydi? Jostki ko'rinadi, lekin bu biznes. Biznesda shunaqa bo'lish kerak. Bo'ldi, bir marta tug'madimi, o'ringa o'rini uni sotmayman. Tug'madida birovga sotmayman. Unaqa qilish yo'q. Men uni so'yaman, bozor ketadi. Maza qilib kimdir qozonda solib, maza qilib yeydi o'sha kunda. Bo'lsa quyonlar olindi. Misol uchun bozordan yoki boshqa bir fermadan, agar ishonchli ferma bo'lsa, profilaktikadan xavotir olmasa ham bo'ladi. Например, bozordan bo'ldi profilaktikalar qilindi. Endi ularni qo'shilgandan keyin va tug'ishdan oldin va keyingi bo'lgan jarayonlar haqida bitta ma'lumot berib ketsangiz. Har oy qilinadigan profilaktika davomi, bu qaranglar, bu profilaktika suvdan beriladi. Menda suvdan beriladi, oralniy, ya'ni 5 kun antibiotik beraman, ketidan 5 kun vitamin beraman. Bu narsa 2 xatmi quyon yokida nima edi, tuqqanmi, bolalar ajralganmi, bo'ldi, farqi yo'q. Birinchi chislo keldi, menda profilaktik boshlanadi. Butun fermaga farqi yo'q, возрастda farqi yo'q menda. Hammaga bir xilda ketadi. O'shanda adashmaydi odam. Keyin misol uchun quyonchalar tug'ildi. Shunday tug'ilgandan keyin bir xil mif, ya'ni xalq og'zida ko'p uchraydigan gaplar. Quyonni tug'ilgan bolasiga qarasa, ona quyon yeb qo'yadi yoki bolalarga qaramaydi. Tak mumkin emas. Shu vaziyatga bitta oydinlik kiritib o'tsangiz. Endi yuringlar, Mametga sekin yuramiz. Men sizlarga живой ko'rsataman hozir. Qaranglar, menda kletkalarim ochiq. Ya'ni kletkalarim ferma yo'nalishida qilingan. Ko'ringlar. Mana bu bolachasi. Menda ham yopadigan anaqamiz bor, o'sha bo'ldi. Olama tug'ilishi bilan ochib, titib hammasini ko'rib chiqaman. Lekin ona anaqa qilmaydi. Birinchi va katta dolzarb muammo quyonda bu yemish ekan. Mana shu katta temaga kelyapmiz. Yemishda nobod vitaminlari bo'lmasa, o'zi kerakli kalsiylar, D3lar, hammasi bo'lmasa yoki minerallar, quyon o'zini saqlaydigan instinkti kuchli rivojlanganda, o'shanga bolalarim boqmayman, undan ko'ra o'zimni boqiy, o'zim tirik qolay degan instinkt ishlaydi. Bola topiladi, men topilmayman. Ishlaydi-da, samosahranение instinkti juda kuchli. O'shaning uchun ular boqmay qo'yadi yoki etishadi ko'pchilik. Chaynab tashlaydi. Aslida chaynamaydi. Aslida quyonda emas gap. Aslida biza boquvchida gap. Bizani o'zimizni ayblarimizni biza ko'rib chiqishimiz kerak. Qayerda nima noto'g'ri qilganimizni, qayerda xato qilganimizni, o'sha xatolarni o'rganib
balkim noto'g'ri yem. Mana ko'pchilik aytadi. Menda bitta mijoz bo'lgan, masalan bitta voqea beraman. Men quyonim tug'mayapti deydi. Hech qanaqasiga tug'mayapti. Nimaga? Nima beryapsiz yemishiga? Birinchi savolim shu. Nima yediryapsiz? Biza nima yediraman? Ishlamayapti quyonim, sakramayapti deyapti-da. Anonsi o'shani tug'mayapti deydi. Hop, nimaga unaqa bo'lyapti deb chuqur o'rganib chiqsak, faqat beda berar ekan u odam. Faqat beda. Endi bitta bedani o'zida ishlamaydi-da. Har kuni shildir sho'ro yegandan keyin ishlaydimi? Ishlamaydi. O'shanga juda dolzarb anaqasi muammo haligacha O'zbekistonda muammo bo'lib turibdi, yemish muammosida. Agar yemini zo'r qilib qo'ysanglar, sizlarda quyonchilikda umuman muammo bo'lmaydi. Hozirda misol uchun quyonchalar tug'ilgandan keyin asosiy muammo hal qilindi, yemi zo'r ratsionda berilsa agar ona quyon unaqayin bolalarni tutib tashlash yoki va hokazo ishlarni qilmaydi. Lekin tug'gandan keyin обязательно tekshirish kerak. Обязательно tekshirasiz. Hikol o'zi ko'p tug'adigan quyon. Mana tim bo'li biz sunniyda qilamiz. Meni praktikamda 20 bitta bolagacha men ko'rganman. To'g'ri, mayda bo'ladi, lekin 20 bitta. Undan ko'ra 10 ta tug'gan, 20 bitta tug'magan deymiz. Bu nima deydi? Diniy tomondan ham gunoh-da bu. Lekin nima qilishimiz kerak? O'sha bizda endi menda osonroq, bu muammo osonroq. Bittada tug'dirgandan keyin eng kam nechta tug'adi deganda 7 ta deb javob beramiz. Chunki 7 ta ham bo'ladi, 18 ta ham bo'ladi. Bir kunda tug'gani uchun tug'ishi bilan men tutib tashlayman, ochib ko'rib kalibr bo'yicha maydarog'ini, yirikrog'ini, srednisini taxlab qo'yaman. Lekin mana odamlar nima qilish kerak? Mana shu 18 ta tug'di. Endi bizda Telegram gruppalar chiqdi. Telegram gruppaga murojaat qilasizlar, ilojinglar yo'q. Menda ko'proq tug'ib qo'ydi. Nima qilay? Kimda bor bo'lsa, kamroq tug'ib qo'ygan onalar o'shalarga berib yuborasizlar. Ham gunohga qolmaysizlar, ham anisi ham kuymaydi, kabob ham kuymaydi deydi. Shunaqa bo'ladi. Mana shu o'rinda eng bir o'rinli savol. Bu misol uchun quyonlarni bolasini begona boshqa quyon qabul qilish uchun nimadir ishlar qilinishi kerak. Qilinadi. Qaranglar, tug'ishi bilan biz eshigini yopamiz. Mana hidi chiqib ketadi, qo'lli hidi tushib qoladi quyonga degan bu ham rost gap, o'zidan o'zi olinmagan. Biz yopamiz. Kletkani yopganimizdan keyin mana men hammasini tutib chiqaman. Oxirigacha borgunimcha bundoq aylanaman. 5 minut kerak, o'zini hidi o'ziga yana qaytib oladi. Ya'ni bizning hidimiz ispareniya bo'lib ketadi. Ochib ketaveraman. 5 minut kerak, lekin yopish kerak alohida yoki onani olib qo'yib turib qiladigan ishlarni qilib, bir 5 minutdan keyin onani yana joyiga qo'yish kerak. Demak, misol uchun boshqa quyonlarni, tug'ilgan quyonlarni ortiqchasini, ya'ni ko'prog'ini boshqa fermaga berib yuborganda tug'ilgan bolalarni yungiga aralashtirib qo'yish kerak. Ona quyon ma'lum muddat shunaqa kirgizilmasligi. 5 minut. 5 minut yetadi. O'zini hidini oladi. Leyla opa, hozir yana globalniy savol. Quyonchalar tug'ildi. Misol uchun ko'z quvonadi, так shuncha rezultat, ya'ni xohlashadiki, shunaqa rezultat davom etishini. Quyon bola tug'gandan keyin qancha muddatdan keyin boshqa erkak quyon qo'shilishi kerak? Yana qaytadan qachon qochiramiz ona quyonni? Qaranglar, bu hozir reklama emas, boshqa emas, lekin yana biz yem temasiga qaytyapmiz. Iloji yo'q. Yem temasi dolzarb tema, beskonichniy gapiradigan narsa ekan. Hikol quyonimni o'zi agar boshqa davlatlarda bo'lsa, endi ularda rivojlangan-ku, ularni yemi zo'r boshqa полууплотненный акрол bor, уплотненный акрол degan ikkita tushuncha bor. Уплотненный акрол bu 10 kundan keyin mana bolachasi 10 kunlik bo'ldimi, o'shanda biz уже boshqatdan qochiramiz. Bu уплотненный акрол deyiladi. Unaqa jarayonda ona quyonlar har yili alishadi. Har yil alish kerak. Chunki 7 marta tug'adi, yiliga 7 marta tug'adi bo'ldi. Undan u yog'iga ular go'sht bo'lib ketaveradi. Полууплотненный акрол 21 kunda yonidiga tuqqan bolasi 21 kunlik bo'lgandan keyin yana qaytadan uni qochiradi.
poluuplotnenniy akrol deyiladi. Unga ham yemingiz zo'r bo'lish kerak, bomba bo'lish kerak. Men qilib ko'rdim, uni ham qilib ko'rdim, buni ham qilib ko'rdim, qani nima bo'lar ekan? Chunki biz yemni o'zimiz chiqaryapmiz. Bizani yemimizda qanaqa muammo, qanaqa nimaga duch kelayotgan maslahat berma. Mani yemim zo'r emas ekan. Mani yemim bu darajagacha hali yetmas ekan. Buni ustida ham biz ishlayapmiz, lekin men shuni tan olishim kerak, aytib o'tishim kerak. Shu kunda men bolasini 33 kunlik qilib ajrataman onadan. 3 kun yo 4 kundan keyin qayta qochiraman. O'sha narsa meni yemimda yaxshi zo'r rezultat beryapti. Meni yemim zo'r emas ekan. Meni yemim bu darajagacha hali yetmas ekan. Undan ham ko'piga meni yemim nima deydi? Javob bera olmay qoldi. Lekin Leyla opa qarangda, siz aytayotgan yiliga 5 marta misol uchun quyonni tug'dirish bu ham juda katta natija. Bundan olib qaraganda, misol uchun tug'gandan keyin ona quyon ma'lum bir miqdorda energiya yo'qotadi, qayta восстановление bo'lishgacha vaqt kerak. Shu jarayonga misol uchun yilga 5 marta bu juda katta natija. Ayni O'zbekiston hududida deb bilaman. Lekin yemingizni videoda aytib o'tib ketaman. Alloh oldida gapim rost, o'zim bilaman. Rezultat haqiqatan ham bomba. Biz mana boshida boshlayotganimizda, mana shu 2019 da boshlayotganimizda, biz boshqa zotli quyonlarni olib kelganimizda 45 kun ona bilan turardi bizada. 45 kun turib, va ana nima edi, to'yib olsin, sutiga to'yib olsin, o'shanda zo'r bo'ladi deb. Endi fikr biz umuman bilmaganmiz, qanaqa nimaligini. Endi birovning fikri bilan ana uyda 3-4 ta quyonni boqib qo'ygan odamiga fikriga asoslanib o'sha uni optiga asoslanib qilgan ishimizda o'sha paytda 45 kungacha turardi. Undan keyin olib qo'yardik. 15 kun o'ziga kelardi, ya'ni ona keyin qochirardik. Mana shunaqa jarayonni o'tganmiz. Lekin mana o'sha paytida yemishi yo'q edi. To'g'i yemini ham berib ko'rganmiz, molli yemini ham berib ko'rganmiz. Lekin o'sha boshqa ijtimoiy tarmoqlarda boshqa blogerlarni, boshqa fermerlarni, ayniqsa Rossiya fermerlarini ko'rib qarasak, o'sha o'zimiz chiqarishimiz kerak ekan. Shu narsani o'zimiz shu narsaga yetishimiz kerak deb, shu natijagacha hozir shu 33 kunda ajratyapman. 3 kundan keyin yana qayta qochiryapman. Bizani yemimizda shu natijagacha erishdik. Lekin dalshi to'xtamayapmiz. Buni ustidan yana ishlayapmiz biz. Qadrli quyon ishqibozlar, qarab turingizlar. Misol uchun quyon boqilyapti. Ko'p sizlar ham guvoh bo'lgansizlar. Quyonni sotayotgan odam, aka vitamin uchun 4 ta sabzi tashlang, aka lavlagi tashlang, aka buni tashlang. Stop, hamma narsasini yig'ishtiring, shunchaki to'g'ri ko'rin bering. Tamom, boshqa narsani o'ylamang. Endi qarang, sunnat bitta, biza faqat plusini emas, minusini ham aytib o'tishimiz kerak. Bizani yemimiz zo'r, bizani yemimizda pateriya yo'q degan narsa yo'q. Bizada ham pateriya bor. Men ham o'zimning kanalimda polni nechta nima ko'rsatgan paytim bor-da. Voy, o'ylamanglar, mana bunaqa ham bo'ladi deb o'lgan quyonlarni ham ko'rsatamiz. Bor. Hayot borki, o'lim bor. O'shanga o'ylamanglar. Hammasi bu fermada cho'tki, hammasi 100% zo'r deb o'ylamanglar. Bunaqa fikr kelmasin. Yomoni ham bo'ladi, yaxshisi ham bo'ladi. Bizani yemimizda ham adashishlar bo'ladi. Bu siz biza bandamizni adashishlardan hech qayerga keta olmaymiz. Mahsulot noto'g'ri kelib qolishi mumkin, yana bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Bo'g'allab, eng nima birinchi quyonlarni dushmani bu zamburug'. O'sha mo'g'allash jarayoni bo'lib qolsa, yomoni yo'q-da. Endi biz men misol uchun o'zim o'sha vagonga borib, o'sha arpani hillab, tishlab, har bitta vagonga kirib chiqaman. Vagonchilar ham tanib qoldi. Opa keldi, quyonlariga hozir yem qilish uchun hammasi hillab chiqadi degan fikr ham bor-da, gap ham bo'lgan. Tanib qolishdi, ilojim yo'q. Har xil narsa, misol uchun men qaramasam, bu darajagacha kelmasdik. Lekin bo'ladi. Endi bizada nimasi ustunligi bor?
manda живой laboratoriya o'zimda. Misol uchun bir narsa nito ko'rib qolsam, o'zimni yemimda chiqyapti, men sotuvni shappa to'xtataman. Quyoningizda yemi bormi, yo'qmi, menga anaqa emas. Meni nomim o'sha chiqqandan keyin uncha-munchasi menga ishonch bildirgandan keyin men o'zimni nomimni bo'lg'alash xohlamayman. O'shanga bizda ham bo'ladi, bo'lmaydi emas. Lekin laboratoriyamiz живой bo'lgani uchun menda ham o'sha oldini olish ko'proq anaqasi bor-da, yo'li bor. Misol uchun aksariyat fermalarda o'zlari misol uchun quyon boqishmaydi. So'rasak rezultat va poteriya, minus, plyuslar aka shu jarayonda misol uchun ma'lumot bersangiz, chunki katta ob'yomda quyon boqyapmiz, nasldor quyonlar Germaniyadan, boshqa davlatlardan olib kelyapmiz. Maydagina ошибка xato tufayli moddiy zarar kirib qolmaylik deganimizda, hayna falonchani quyoni zo'r bo'ldi, pistonchani quyoni zo'r bo'ldi. Sizda yo'qmi? Yo'q, bizning sohamiz yem. Amaliyot, nazariya bir kelganda natija zo'r bo'lar-ekanda, demak. Даже mana shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Bizani fermamizda men shu paytgacha 4 ta doktorant chiqardim. Doktorantlar ham kelib, mana shu praktikalar o'tib, o'shandan keyin nima deydi, haqiqat odamlar bizani sohamizda, imенно o'sha quyonchilik sohada na yaxshi o'qituvchi yo'q, chunki bu yangi soha. Buni mutaxassislari yo'q, deyarli 0 ga teng. O'shaning uchun nima anaqasi yo'q. YouTube'ga kirib, qayerdadir praktika o'tish kerak-ku. Mana quyonchilik instituti bilan quyonchilik markazi bir narsa edi, nomi esimda yo'q hozir. O'shalar ham bizda dogovorimiz bor. Ham selxoz institutdan ham kelib, даже Tajgu hozirgi Milliy universitet o'shadan ham kelib, biologiya fakultetidan praktikani o'tib ketishyapti bolalar, qizlar. Ko'p misol uchun veterinarlar, alohida misol uchun hozir quyon veterinarlari yo'q, lekin quyonchilikni ham qo'shib quyon fermalariga taklif bildirib, davolaymiz, boshqa qilamiz deb taklif bildirganlar ijtimoiy tarmoqlarda imенно o'sha muhokamali vaziyatga sabab bo'ldi. Germaniyani to'g'ridan to'g'ri misol uchun quyonga qilinadigan parvarish yoki Rossiyaniki boshqa o'sha obrazet sifatida olinyapti, lekin juda katta xato qilinayotganligi professional quyonchilar aytib o'tishdi. Klimat, mikroklimat yoki boshqa hisobga olinmayapti. Bu yerda biz gapiramiz, ular emas. Chunki bu yer boshqa. Mana hozir mana выставка qilganmiz, 2019-yilda выставка qilganmiz. Germaniyadan kirgan, Rossiyadan kirgan, bizda iqlimimiz juda issiq iqlim. Va shu Flanderlar ham o'zi standart bo'yicha 18-19 quloq bo'lish kerak. Standart kitobi bo'yicha, lekin u standart kitobi yoki cheshskiy yoki anaqa nemetskiy standart. O'sha bizda o'zimiz standartimiz ishlab chiqarmagani uchun bizda mana keldi, iqlim o'zgardi. Normal. O'shani bolalari nima bo'lyapti? Flanderda bolalari qulog'i 24-25 bo'lib qotib bo'lib ketadi. Bizanikilar xursand. Xursand. Mana shuncha lineyka yetmayapti, ani qo'ysa lineykadan o'tib ketyapti. Baraka topib. Endi qachondirlar shu narsaga bizani davlatimiz yaxshi haqiqatan yon bosib, o'zimizni ekspertlar chiqarib, o'zimizni kitobimiz chiqarib, iqlimimizni, yemlarimizni o'sha anaqalarni olgan holda, hammasi e'tiborga olganda, o'shandagina bizni полноценный выставка qilsak bo'ladi. Lekin mana ko'pchilikdan ko'ryapman, mana Instagramda ko'raman, ancha narsa kiryapti, ancha nima qiziqish bo'lyapti zot yo'nalishiga. Endi zot yo'nalishidan biz sal o'tib ketdik. Biz sal nima deydi, katta gapirish emas, biz go'sht yo'nalishida katta temada biz. Gapirish, sayrisku kanalingizda. Bu yerda bu meni joyim emas. Siz gapirishingiz kerak edi. Men gapiryapman. Opa, shuncha plyusi bor ekan. Endi bizani kutayotgan, yangi quyonchilarni kutayotgan minuslar haqida gapirib bering. Endi minus ko'p.
quyonchilikda minusi son sanog'i top 5 top 20 100tasini ham chiqarib beraveramiz. Eng katta plyusini aytaman hozir. Hozir biza o'sha minuslardan o'tib mana kelyapti shogirdlikka olasizmi, quyon boqmoqchiman deganlarga biz уже chaynab og'ziga solib qo'yamiz. Birinchi o'chirda quyon emas, birinchi o'chirt sharoit qilinglar deymiz. Nima deydi? Anetda orqaga olma daraxtiga qo'yib qo'yib, ikkita kletkani yo'q. Bizani iqlimimiz to'g'ri kelmaydi bu narsaga. Iqlimimizga rioya qilishimiz kerak. Gofra kartonlarimizni qo'yishimiz kerak. Ventilyatsiya qo'yishimiz kerak. Toza havo birinchi o'chirda. Iqlim mana shu issiq ham bo'lishi kerak emas, sovuq ham bo'lishi kerak emas. Issiqlik umuman bizning O'zbekistonimiz juda issiq davlat bo'lgani uchun biza lekin quyonlar uchun bu birinchi dushmani. O'shaning uchun biza yozda salqinroq qilishimiz kerak, qishda sal isitishimiz kerak. Qachonki bolalari tug'ilganda bo'ldi. Qolgan payti bu shuba kiygan narsa quyonimiz o'shanga unaqa issiq qilib yorishimiz shart emas. Bolalariga kerak, chunki bolalar go'sht bo'lib tug'ilgandan keyin salgina issiqroq qilishimiz kerak. Uni ham pechkalar qo'yamiz, boshqa qilamiz. Uni ham ozgina nimada yo'lini topdik, ventilyator kattasi emas, kichirog'ini qo'yib qo'yamiz, o'zini o'zi isitib yoryapti. Quyon topiladi, har doim quyonimiz bor, nalichida qanaqa xohlasanglar variantlar bor, qimmati ham, arzoni ham. Lekin birinchi o'chirda o'sha o'zingizlar sharoitini qilinglar, kletkalarni qo'yinglar. Imkon bor bo'lsa, yopiq xona, u yog'ini o'sha bemalol kelib sharoit bormi deganimda, shunda og'zimga urib qo'ysam, bordim-da. O'shaning uchun qancha kerak sharoit. O'shaning uchun biz beramiz quyonni, anaqa qilmaymiz, lekin u yog'i eplab ketish sizlardan. Eplab ketish ham har xil bo'ladi-da. Odamlar har xil qabul qiladi. Bitta ko'rib, bittada ilib oladiganlar bor, lekin 3 yil o'sha narsani tushuntirib berib, 3 yilda ham ilmaydiganlar bor. O'shaning uchun o'zingizlarga bog'liq bu narsa. Hozir sizga yangi shogird kelsa, u qanday o'rgatish jarayoni qanday bo'ldi? Men quyonga qo'ymayman, go'ngga qo'yaman. Go'ngni tozalaydi birinchi. Endi shogird bo'lgandan keyin u Mametda nima deydi? Xizmatini qilib qo'yish kerak-da. O'shanga ustoz otingni ulug' deb bekorga gapirish. Birinchi hammani tozala, keyin men quyonni tushuntiraman. Tozalikni o'rgansa, keyin quyon o'rganadi. Keyin quyonni o'rganadi. Shunda shogirdga pullik olasizmi yo? Yo'q, shogirdlik pulli emas. Даже ko'pchilik mana telefon qilishadi. Ensam qotadi. Ensam qotmaydi emas, telefon qilishadi. Har xil savollar beradi. Ensam qotish nimada? Savollar ham har xilda. Endi men bittaman, sizlar mingtasizlar savol bergandan keyin endi shap o'chirib cho'rniga ham tiqvorgim keladigan paytlar bo'lganda, haligacha bo'ladi. Yo'q, qo'y, o'zingni bozdi bittadan tushuntirib o'tganimda, endi bir martada tushunsam mayli ekan, lekin o'sha odam kechqurun nima dudingiz, qaysi dori dudingiz desa o'sha bo'ldi. Gaplashing. O'sha bo'ldi, men tomon bo'laman-da. Chunki yana shunaqa narsa bor. Iltimos, malol kelmasa, anaqa nima edi? Telegramga yozib yuboring deydi. To'g'ri. Yoki SMS qilib yozib yuboring deyshadi. Xo'p. Endi mayli, katta boshimizni kichkina qilib, hammamizga lekin pul olmayman. Bitta savolim 10 ming, bitta javobim 20 ming, unaqa narsa yo'q. Hammamiz endi bitta bandamiz Xudoga teng bo'lmaylik. Shunday. Pastroqda yuraveraylik. Kelgan shogirdlar sizni oldingizda qancha yuradi? Endi u ketgandan keyin ham shogird bo'lib turadi, lekin oldingizga shu paytgacha men o'zimga shogird bu yoqqa olmaganman. O'zim bilan teng yurib, anaqa qilmagan. Shu payt faqat telefonda yo'l yo'riq ko'rsatganmiz. Unaqasi bo'lmagan hali praktikamda lekin. Tushunarli. Ijtimoiy tarmoqlarda faqatgina YouTube'da siz faolsiz, Instagramda ham juda ham yaxshi, sezilarli darajada, misol uchun aktiv va natijalar zo'r. Lekin asosan sizni ko'proq YouTube'da kuzatamiz. Buni anonsi nimada, misol uchun sababi? Xo'p, qarang, sunnat YouTube darajagacha men hali o'sib bormadim deb o'ylayman. Shuncha quyonim bor bo'lsa ham, lekin Instagramni rivojlantirib zo'r qilib yorsam,
menimcha men yetkiza olmayman, mahsulotimni yetkiza olmayman deb qo'rqaman. Chunki shu YouTube o'zida mahsulotim deyarli yo'q sotuvga hozir. Deyarli yo'q. Yo'q kichkinani, kichkina o'sha hozir 1 oylik bor, mana onadan ajratdik bugun. 2 oyligim bor, 3 oyliklarim o'sha deyarli yo'q. Lekin 3 oylik biza основной o'shanaqani sotamiz biz. Eng savolni kulminatsion nuqtasiga keldik. Aha. Ana shu aka kutyapti-da, ana shu savolni ber deyaptilar. Quyonni oldik, ko'paytirdik. Например, 6 ta ona quyondan va 2 ta erkak quyondan 10 ta, 20 ta, 30 tagacha biz sotuvga quyon chiqardik. Lekin uni go'shtini biz qayerga sotamiz? Bu endi dolzarb savol bo'lsa kerak, chunki ko'pchilik oladi demanda. Men ko'paytirib beraman, siz menga go'shtimni sotib bera olasizmi degan savollar bo'ladi. Keyin men ani tushuntirishni boshlayman. Yana yotig'i bilan tushuntirishni boshlayman-da. Menga qarang deyman. Siz buni birinchi ko'paytirib, 10 ta quyon oldingiz, sizda tonna go'sht chiqmaydi sotuvga. Birinchi o'zingizlar yeyinglar, to'yinglar bu go'shtni. Faqat sotuv, faqat cho'nchakni o'ylamaylik. Bizani o'zimizni, bolalarimizni, ota-onamizni immunitetini o'ylaylik. Ularning sog'lig'ini o'ylaylik. Bu quyon go'sht juda ham foydali-da. Men boshida o'zim ham ishonmaganman, to'g'risini aytaman. Boshida quyonchilik boshlaganimiz aynan Covidga to'g'ri kelgan. O'sha paytda 3 oyga bizani yopishganda hech qayerga chiqa olmaymiz. Nima qilganmiz? Quyon go'shtini majbur yeganmiz. Bizlar mana Covid bo'lmadik. Atak yonimizdagi qo'shni, devor u yog'i, u qo'shni ham Covid bo'lgan, bu qo'shni ham Covid bo'lgan, to'rimdagi ham Covid bo'lgan. Lekin biz Covid bo'lmadik. O'shandan keyin men ishondim, haqiqatan buni bir narsasi borki, sog'liqqa juda katta foyda keltiradi deb shunaqa fikrga kelganman. Aynan o'zim sport bilan muntazam ravishda shug'ullanaman. Misol uchun oqsilni o'rnini to'ldirish uchun ma'lum bir miqdorda tovuq go'shtini, grudinka sohasini, misol uchun oqsilga va xolesterin kam ekanligi uchun o'sha yerda yeb zada bo'lib ketib, juda ham bir yesam yoqmaydigan darajada, ko'rsam bir yoqmaydigan darajada bo'lib ketgan. Lekin quyon go'shtida misol uchun xuddi o'shanaqa parhez bo'lib qilganimda hech qachon biron bir shunchaki bo'lmagan, ta'mi juda zo'r va protein вообще ko'p va u sizga hech qachon me'dangizga tegmaykan. To'ppa-to'g'ri mashtgacha qo'shilaman. Men quyonchilikdan oldin tovuqchilikda edim. Ya'ni broiler boqqanman. 9 yil broiler boqib, men shuna xulosaga keldim. Tovuq go'shti haqiqatan me'daga tegadigan go'sht ekan. Ha deb yeyursangiz me'dangizga tegadi. Mana hozir yolg'on bo'lmasin, mana kim biladi, kim taniydi meni, men go'sht sotib olmayman. Go'sht sotib olmayman. Bizda faqat quyon go'shti yeyiladi. Sotib olgan paytimni aytaman, hozir hayitga oshga sotib olganman. Mol go'shtini sotib olganman. Undan tashqari faqat quyon me'daga tegmaydi. В общем zo'r narsa-da, haqiqatan tegmaydi. Endi misol uchun quyon oldilar, ko'paytirdilar. Birinchi navbatda oilani go'sht mahsuloti bilan ta'minlash. Ana endi ulardan ortib qayerga sotsalar bo'lardi? Variantlarini bir aytib o'tsangiz. Men o'zimni yo'limni aytib beraman. Menda qanaqa bo'lgan? 10 tadan boshlab qo'shnim kelib sotib olib, va bu zo'r narsa, biz yeb turardik, oldin o'zimiz ham boqardik deb, keyin qo'shni yana bittasiga, qarindoshiga aytan, qarindosh xullas sarafanni radio bo'lib ketgan. Uni bunga keyin uni qaysidir qaqqadir borib o'sha bilgandan keyin u bozorda go'shtchi ekan, uni qarindoshi, voy biz ham sotamiz, kam chiqyapti biz. Xullas mana shunaqa qilib men yig'ib olganman o'zimni klienturamni. Lekin faqat hozir kunda faqat bozorga beraman. Lekin qaranglar, bizda qaror chiqqan bog'chalarga ham har bitta bola bog'chada 60 gram haftasiga yeyish kerak ekan. Bitta bola. O'shanga men hali nima частный bog'chalar, hozir hamma частный bog'cha bo'lib ketdi. Umuman burnimni tiqqanim yo'q. Sizlarga qoldiryapman. Bemalol любой shu mahallangizda ochilgan bog'chaga siz tavsiya qilsangiz oladi.
Nimaga olmaydi? Chunki ham boshqa go'shtga nisbatan bu arzonroq go'sht hisoblanadi. O'shaning uchun olishadi. Arzon go'sht har doim anaqa olingan nima desa bo'ladi? Ham immunitet ko'taradigan go'sht. Bolalarga birinchi o'rinda turadi. O'shaning uchun sizlarga obunachilarim qoldirdim bu anaqa vazifani. U yog'iga kuchim yetmadi. Qadrli obunachilar, tomoshabinlar, o'zimni ham praktikamda o'tgan bir tanishimiz, qarindoshimiz tibbiyot sohasida ishlaydilar, vrachlar. Jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bemorlarga, misol uchun qayta immunitetni восстановление, yana qayta tiklanish uchun oqsilga boy bo'lgan taomlarni taklif etadilar. O'sha uchun quyon go'shtini ovqat ratsionini asosiy tarkibiga qo'shib qo'yganlar. Qayerdandir quyon boqqanligimni aytib qo'yganimdan keyin hozirgacha o'sha oddiygina bir donagina o'sha vrach tanishimiz tufayli men telefonlar bo'ladi. Aka go'sht bering, go'sht bering, go'sht bering. Iloji yo'q, go'sht yo'q. Misol uchun hammasi to'yotgan rabochiy o'sha gapimda 10 ta quyonni 10 tonna go'sht chiqmaydi. Qo'rqib ketishyapti-da. Voy 100 ta quyonni birdaniga tashlab olsam, qatga sotaman. 100 ta quyoningiz ham eplab bera olmaysiz. Yetmaydi. Chunki mana bitta mana bozorda klientni olsak, u klientni o'sha bo'yningizga olasiz, doimiy yetkazib berishingiz kerak. Sharti bilan oladi u sizdan go'shtni. Doimiy yetkazib bersak, men sendan olaman, olib kelgin deydi. Lekin o'sha doimiy olaman. Endi fikr xayol to'ni chiqadi-ku. Unaqa bo'lmaydi. Siz yetkazib bera olmay, qo'shningizdan ham olib borib berar ekansiz. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Men yetkazib olmayman. Menga qo'shni bo'lsanglar, ana nima deydi? Men o'rgatib qo'yaman. Menga qo'sha olasizlar. Menga sotasizlar. Keyin yana bitta misol uchun aytiladigan keyin qarang, men sizni bo'ldim. Mana shu jarrohlik amaliyoti deganingizga bu ham yangi informatsiya bo'ladi obunachilarga. Qaranglar, jarrohlik amaliyotidan keyin eng birinchi восстановление, organizm восстановление, ya'ni mana shu kesilgan joylarni bitishi quyonni jigari bo'ladi. Birinchi o'rin dunyo bo'yicha turadi. Quyonni jigarini bir xil mana biz Toshkentda ko'pchilik olib tashab, quyon jigari bilan birga sotiladi-da o'zi go'shi. Olib tasha kerak emas, nima subprodukt deydi-da, olib qo'yadi. Yo'q, eng zo'r narsa quyonni jigari bo'ladi. Uni ustida qobiq, ya'ni plyonkasi yo'q deb hisoblanadi. Ya'ni bo'ladi. Juda ingichka bo'lgani uchun shunaqa effektga ega, o'sha jarrohlik amaliyotdan keyin shunaqa o'sha kesilgan joylarni tez bitirib yuboradi. Rossiyada shunaqa narsa borki, uni kilolab sotib, men eshitganim $60 sotiladi kilosi jigari. Men eshitganim. Ya'ni qanchalik bu ma'lumot to'g'ri-noto'g'rini bilmayman, lekin aynan o'sha qanaqadir jarrohlik, xirurgiya bo'limlari olishar ekan. O'shani bilinglar. Bu ma'lumot o'rinida misol uchun savolga chotki javob berildi. Ana endi qarangizlar, go'shtini qayerga sotaman degan savol bu eng oxirgi etapida bo'ladi. Lekin go'shtgacha u sotilib ketadi. Katta ehtimol bilan. 20 ta ona quyon bilan bora olmayman. Ko'pchilik mana keladi-da, qayerga sotadi? bilan men band emasman-da. O'zim quyonlarga ham qaraymiz, anta yem ham chiqaramiz, klientlar bilan suhbat qilamiz, boshqa qilamiz. Men yerda alohida savol-javoblar ham bo'ladi. O'shanga men aytaman, men sразу обнадеживать qilmayman. Sen boqqin, men sen go'shtingni sotib olaman 100% demayman. Hamma o'zini aravasini o'zi tortadi. Hamma o'zi klient topish kerak o'ziga. Bu men dunyonikini sotib bera olmayman. Dunyonikini sotib bera olmayman. Fizически ulgurmayman. Qadrli quyon ishqibozlar, yana bir narsaga alohida e'tibor beringizlar. Shunchaki yordamga, misol uchun yordamni qabul qilish ko'nikmasi shakllanib qoladi sizlarga. Siz yordamni misol uchun o'zingiz sharoitingizni o'zingiz uchun yaratib borishingiz kerak. O'zingiz marralarni ochib borishingiz kerak. Faqatgina tashqi tomondan berilayotgan yordam esa sizni dangasalikka moyil qilib qo'yadi. O'zingiz kashf qilishingiz kerak. O'zingiz misol uchun bozoringizni, auditoriyangizni va siz o'zingiz mijozlaringizni qidirishingiz, mahsulotingizni qay darajada foydali ekanligini ularga tatbiq qila olsangizgina
Ishonavering, zo'r bo'ladi. Lekin klientlarim borda, mana shunaqa klientlarim borda, keladi. Men o'rganib chiqdim. Borib so'rasammikin birinchi ana sizni mahsulotingiz qo'lingizda go'shingiz bo'lmasa, siz bilan hech kim gaplashmaydi. Shuni biling. Qo'lingizda mahsulotingiz bo'lgandan keyin siz bilan tadbirkorlar gaplashadi. Qani, bormi? Tonna bormi? 2 tonna bormi degan savollar ham bo'lganda, men bu narsa bilan duch kelganman paytida. O'shaning uchun sizni mahsulotingiz qo'lingizda bo'lsin, keyingina siz qimillaysiz. O'zingiz qanday qimillaganishingizni bilmay qolasiz. Turib, borib, o'sha go'shim yomon bo'lib qolmasin, sotishim kerak degan fikr bo'lib ishlaysiz. Hozir o'zim bu ferma oyiga necha tonna go'sht chiqaradi? Yo tonnaga chiqmaganmi? Manaqa deylik, tonna chiqadi. Lekin men живой asosan naslga sotganim uchun menda ko'p go'sht chiqmaydi. Shunda ham men bir oyda yo'q, sotmadim go'sht deganda, men aytaman, shogirdlarni chiqarib qo'y, shogirdlarnikini olib sotaman, 1,5 tonna go'sht sotaman. Bu degani hammadan ham ovurmayman. Men xohlagan, nima deydi, natijada qolib xohlaganimdek, как положено boqib bersa olaman. Olmayman emas. Shunaqa shogirdlarim bor, yetkazib berishyapti. Xo'p, keyingi savol qaranglar. Savoldan savol kelib chiqyapti. Dokumentatsiya bo'lish kerakmi go'shtga? Обязательно. Sizni sertifikatingiz bo'lish kerak. Sizni sanepidinstansiyadan ruxsatnomangiz bo'lish kerak. O'shandagina chiqadi go'shtingiz. To'g'ri, siz o'zingiz uchun boqsangiz, qo'ni-qo'shnilaringizga sotsangiz, bu narsa nima deydi, anaqa qilmaydi. Lekin bozor bilan ishlasangiz, bog'chalar bilan ishlasangiz, hamma narsani yo'l yo'rig'i bo'lish kerak. Bor shu narsa qattiq nazoratda bizada. Leyla opa qarang. Gabariti bo'yicha dunyo rekordlarini Flander quyondan boshqasi zabt eta olmagan. Eng katta quyon Flander. Lekin go'sht yo'nalishida Xikol. Nima uchun eng katta quyon go'sht emas, italyanskiy Xikol? Endi quyon yo'nalishi bilan, go'sht yo'nalishi bilan velikan turkumidagi yo'nalishi bizni adashtirishimiz kerak emas. Qarang mana. Mana shuni olamiz. Ola qoling. Bismillah. Mashalloh. Shu erkak где-то bir 6,5 kilo bo'lsa kerak. Jussasi kichkina bo'lib ko'ringani bilan bu taroz bosadi. Bu og'ir quyon bo'ladi. Ya'ni laboratorniy условияda chiqarilgan quyonda, bu cross quyon. Flander ham zot, lekin bu zot emas, bu cross. Nechidir yil, nechtadir zotni kirg'izib, o'sha Flander ham, o'sha Kaliforniya ham hammasi ishtirok etgan mana shu zot chiqarishiga. O'sha olimlar chiqarib, har bitta narsadan, ya'ni Flanderdan kattaligini misol qilib aytyapman, nimaligini bilmayman, misol qilib aytyapman. Kaliforniyadan tez vazn olishlarini hammasini jamlab bitta mana shu go'sht yo'nalishida tez yetiladigan quyonni ishlab chiqarishganda. Qarang, buni misolchi 2,5 oyda men уже so'yishni boshlayman. Tayyor bo'ladi. Agar o'zini yemida to'g'ri boqilsa, 2,5 oyda sof go'shi, bitta quyonni sof go'shi 1,5 kilo bo'ladi. Bu degani 70 kunda, 70-75 kunda уже bo'ldi, tayyor bo'ladi go'shingiz. 1,5 kilo go'sht 70 kunda. Bu juda zo'r natijada. Lekin Flander unaqa narsa emas. U уже boshqa yo'nalish. Flander adashtirmaylar. Flander chista hozir bizga kirib kelayotgani ishqibozchilikka, zot olishiga. Bu go'sht. Uni ikkalasini adashtirishimiz kerak emas. Necha oylik bo'ladi shunda? Bu xos katta, bu bir ko'pchilik so'raydi-da, yana bitta narsaga to'xtatib o'taylik. Nimaga bu kichkina-da mana? Ammoga bu katta, menga kattasidan bering, ichidan tanlab oling deydi. Voy, adashtirmanglar. Bu bitta tug'ib kengayadi. Har oy o'sha katta bo'lib 7 kilogacha vazn oladi. Lekin men 7 kilo qilinglar deb tavsiya qilmayman. O'zi Xikolli рабочий вес 4,5-5 kilo bo'lish kerak. O'shanda sizga zo'r natija qilib, zo'r qilib beradi. O'sha 4,5-5 kilodan tushirish kerak emas vaznni. Qadrli quyon ishqibozlari, kattaligiga baho beringizlar.
Sizlar bozorda ko'rgan jaydar mesli quyonchani yoniga qo'ysangiz, ota bola bo'lib qolishadi. Qo'yib qo'yamiz joyiga. Ma'lumot bo'lib bo'laroq yana aytib o'tib ketaman. Flanderni so'yganingizga, misol uchun 7 oylik flanderni so'ydingiz. Kalla qismi juda katta. Lapalari juda katta, terisi juda qalin. Shunday terisini shilganingizdan keyin mayligina go'sht bo'lib qoladi. Lekin xikolni so'yib ko'rganimda, xikolni ichlari to'la go'sht. Go'sht bo'ladi. O'riladigan bir lahm. Shunda so'yganda yevorgis keladi. Shunaqa. Flanderli tosh bosishi qachon ana qiladi. To'g'ri, o'sha 7 oylik, 8 oylik so'ysangiz normalniy go'sht bo'ladi. Lekin xikoldagi o'sha 2,5 oyda so'ysangiz, u hech qancha go'sht bo'lmaydi o'tda. O'shanga ikkita zotni flanderlarni boqmoqchi bo'ladi deb menda shunaqa klientlar keladi. Flanderlarni boqmoqchiman, go'sht yo'nalishiga yo'q. Adashtirmanglar. Har bitta yo'nalishi o'zini xoni bo'ladi. Yana aytib o'tib ketamiz. Misol uchun men ham o'z bilganlarimni apam bilan birga sizlar bilan baham ko'ryapman. Flanderlarni suyak sistemasi qalin go'sht kam. Xikollarda esa bu juda ingichka, go'sht esa yuqori, juda ko'p. Ko'p bo'ladi, to'g'ri, foizi ko'p. Suyagi buncha go'sht bo'lgandan ko'ra, buncha suyagi, buncha go'sht, xuddi shunaqa. Qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. So'yganingizga shakar chuqur ko'p, go'sht kam. Flanderlar. Go'sht suyagi yog'on bo'ladi. Flanderlarniki, bularniki ingichka bo'ladi, go'sht ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun даже go'sht anaqasida foizi bo'yicha so'yganimizda 2,5 oylik, 3 oylik quyonchalik xikol 60% go'sht beradi. Hech qaysi quyon bunaqa foiz bermaydi boshqa. Leyla opa, keyin yana bitta savol sizga. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida muhokamali vaziyat. Xikol quyonni zot ko'rsatkichlari bilan ikkita inson sporlashyapti. Bu felikan, bu xikol, bu bunaqa. Shuni xikolni toza zotligini qayerdan bilsa bo'ladi? Birinchi ko'rishda siz farqlolmaysiz. Farqlolmaysiz hech qanaqasiga. Lekin agar postoyanno misol uchun menga olib kelib bersa, o'sha jaydarini men o'shani ishlatib jarayonda, o'sha ishlatish jarayonida bilib bersam, beraman deb o'ylayman. Chunki har tomonlama, vez tomonlama o'zi buni ham o'ziga yarasha standarti bo'ladi. 2 oyda necha kilo bo'lsa, 3 oyda necha kilo bo'lsa, o'zining standarti bo'ladi. O'sha standartiga to'g'ri kelmaydi. Oddiy xashak quyon to'g'ri kelmaydi. Shunda hamma oq quyonlar xikol bo'ladimi? Yo'q. Hamma oq quyonlar har xil bo'ladi. Flanderlarda ham oqi bor, jaydarida ham oqi bor. Velikanlar ko'pchilik yaxshi ko'radi. Mana shu mavzuni velikanmi bu? Bozorda ayniqsa tursangiz, endi bilmaydigan odamlarga men tushuntirgani bilan bu azaldan kelayotgan narsa. Velikan deganda katta narsani nazarda tutyapti. Lekin velikan degan zoti ham bor. Hozirgi kungacha Rossiyada velikan bo'yicha instituti bor. Shu zot to'g'risida ishlar olib borilyapti. Zot bor. Lekin bizada negadir velikan turkumi velikan zot tanlanmadi. Rossiyadan olib kelish. Bizada imенно shu krossga urg'u berildi. Lekin ko'pchilik mana bizada velikan zoti yo'q. Bizada gibridlashgan, mahalliylashgan, ya'ni boshqa zotga qo'shilgan, flanderga qo'shilgan. Asosan har xil velikanlar o'sha kattaroq quyonni velikan deb atashyapti. O'shani adashtirishyapti ko'pchilik. Shuni men ham bitta videolarda guvohi bo'lganman. Velikanlarni misol uchun har qancha vaqtga bir marta erkak flanderga ishlatib oladi. Sababi uni gabariti, hajmi kattaligini saqlab qolish maqsadi. O'sha bu holatda zot buzildi degani. Chunki bu yerda na velikan, na flander. Birinchi pokoleniyada, ya'ni mana shu R1 pokoleniyasi deymiz, keyingi pokoleniyani zo'r chiqadi. Yirik har tomonlama. Lekin bu уже bo'ldi. Gibridlashgan bo'lgani uchun undan keyingi pokoleniyalar maydalashaveradi. Chunki bu toza zot emas. Zotni buzmaylar. Velikanmi
Velikan emas u. Baraka topinglar, adashtirmanglar. Flandermi? Flanderga qo'shinglar. Hikolmi? Hikolga qo'shinglar. Umuman zotni ayni tishi o'ylamanglar. Bu вообще dolzarb muammoda bizada yaxshi ko'rishadi. Mana bunga qo'shib ko'rsam nima bo'lar ekan? Uni unga qo'shib ko'rsam nima bo'lar ekan? Yo'q, biz uchun o'zi hammasini o'ylab topishgan. Biz faqat shu yo'nalishda to'g'ri yo'nalish olib ishlayverishimiz kerak. Qadrli quyon ishqibozlari, mana ko'rdingizlar. Hikol quyonni misol uchun bozorda yoki misol uchun boshqa bir sotuv bo'limlarida, misol uchun fermalarda siz uni parametrlari bilan aniqlab olishingiz juda qiyin. Eng ishonchlilari, misol uchun o'z brendlari, O'zbekiston yoki boshqa bir Osiyo bo'ylab misol uchun yaxshigina tanilgan, o'z brendiga, nomiga dog' tushmasligini xohlaydigan, rivojlanib borayotgan firmalardan olgan taqdiringizdagina siz o'z maqsadingizga erishasiz. Ular siz uchun hamma sharoitlarni zot bilan ishlash, uni zotni ustiga ishlash va uni misol uchun boqish hamma ishlar qilinadigan. To'g'ri aytasiz. Qarang, ko'pchilik yana so'raydi. Siz bir-biriga to'g'ri qilib beryapsizmi parani, bir-biriga qoni birmasmi degan savollar ham tushadi. Menda 20 ta liniya bor. 20 ta liniya. Bu liniya bo'yicha biz ishlayapmiz. Har bittasini to'g'ri kleymo qo'ymaganman, lekin nomi bor, yozib qo'yganman. Bu yerda emas, boshqa anaqa seximda. Bir kelganlarda yana Umar yo sunnat kelgani bir ko'rsatarman. Hozircha vaqtimiz yo'q. Mana shu o'zida ham katta video bo'lib ketyapti, xudo xolisa. Ha, qaranglar, mana bunaqa narsada o'zini yo'nalishi, men bu qonni alishtirib turaman. Hikol bo'yicha 4-yil to'liq ishlayapman Hikol bilan. 2 marta zotni alishtirdim. Ya'ni onalar menda haligacha o'sha kelgan Italiya liniyasi, otalar men 2 marta Rossiyada alishtirganmiz zotini. Ya'ni o'sha Haykal centerdan kelgan. Yana bitta katta shu nima deydi? Yangilik, yana bitta zot alishtirganimizda yangi cross keladi yaqinda. Men anaqa qilyapman, nima edi, planlashtiryapman. Mana shu Hikolni yangi crossini olib kelamiz. Yangi liniya чисто italyanskiy liniya keladi. Bu sizlarga kichkinagina ochib qo'ydim. Yangilikni. Premyera. O'shanga kutinglar. Hammasini olib bir $5,000 $10,000gacha topish bo'lyapti. Shu darajada bo'lyapti, plus minus. Adashtirmanglar, har bitta yo'nalishi o'zini xoni bo'ladi.